O'zbekiston uchun aynan Shanxay hamkorlik tashkilotining ahamiyatini ikki narsada ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan yuqorida aytib o'tganimizdek tashkilotchi davlat sifatida bo'lsa, ikkinchidan ushbu tashkilotning bugungi kunda doimiy faoliyat yuritadigan ikkita tuzilmasi bor. Bu Pekin shahrida joylashgan kotibiyat bo'lsa, ikkinchisi Toshkent shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksilterror tuzilmasi hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu ikki tuzilmaning faoliyati ayniqsa uchta yovuz kuch deb aytiladigan demak terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashda muhim rol o'ynab kelmoqda. Bundan tashqari prezidentimiz mana Shanxay hamkorlik tashkilotini demak Xitoyda bo'lib o'tgan sammitida ilgari surgan tashabbuslarini asosiy e'tiborni men o'zim nuqtai nazarimda siyosiy muloqotni rivojlantirish, ijtimoiy gumanitar hamkorlikni rivojlantirish va mintaqada xavfsizlik va savdo-iqtisodiy munosabatlarni jadallashtirishga qaratilgani bilan e'tiborli. Shu nuqtai nazardan bilasiz, mana so'nggi yillarda O'zbekiston ayniqsa qo'shni davlat Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga o'z sa'y-harakatlarini ko'rsatib kelmoqda. Bu nafaqat ikki tomonlama munosabatlarda, balki mana turli mintaqaviy tashkilotlar, shu jumladan Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ham prezidentimiz tomonidan ilgari surildi. Tashabbuslar orasida Afg'oniston bo'yicha muloqot guruhini faoliyatini qayta tiklash va uni jadallashtirish bildirildi. Chunki bugungi kunda aynan Afg'onistonda ijtimoiy gumanitar holatni barqarorlashtirish, bu mamlakatda tinchlikni barqaror ta'minlashlik alohida ahamiyatga ega. Bu olib borilayotgan demak ham ichki ham tashqi siyosat, ham tashabbuslarni amalga oshirishda ham alohida ahamiyatga ega. Davra suhbatida so'zga chiqqanlar prezidentimiz tomonidan bildirilgan muhim tashabbuslarning mazmun mohiyatiga, tashabbuslar avvalgi sammitlarda bildirilgan fikrlarning mantiqiy davomi ekanligiga to'xtalib, ularni keng jamoatchilik, soha mutaxassislari bilan muhokama qilish, amalga oshirish uchun birgalikda harakat qilish